Bu fotihani hammasini noldan o'zimiz qilib berdik. Klientimiz ortiqcha sarf xarajatni keragi yo'q. Kichkinagina lekin eng oddiy narsalar bilan fotiha o'tkazamiz dedi. Sarpo idishlarni ham olib kelib ovora qilmaymiz. O'zingiz qaytmaydigan qilib, lekin chiroyli qilib bering, sizga ishonaman dedilar. Biz kerakli narsalarni olib, bagajimizni to'ldirib yo'lga chiqdik. Videomizni oxirigacha ko'rsangiz, hamma narsani narxlari bilan yoritib beramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, kelinimiz dugonalarga tarqatadigan patir qutichamizni hech kimda takrorlanmas va noodatiy ko'rinishda tayyorladik. Ustidagi ikkita kapalakchalar esa alohida mavzu. Xuddiki kelin-kuyovlarimiz kabi bir-biriga mehr bilan boqib turishibdi. Shu ko'rib turgan 20 ta bejirim patir korobichkamiz ichidagi shirinliklari bilan 3 million, yong'oqli patirimiz esa 300 ming va shunaqa chiroyli holvamiz 700 ming. Xo'sh, sizningcha shu narsalarimiz 4 millionga arziydimi? Fikringizni kommentariyada kutib qolaman.